Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari. Bugun sizlar uchun farzandlarim yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan, yaxshi ko'rib yeydigan pechenyasini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 3 ta tuxum, 100 gram shakar, 100 gram un kerak bo'ladi va 1 gram tuz solamiz. Tuxumni chaqib olib, shakar bilan ko'pirtiramiz yaxshilab. Videoda ko'rib turganingizdek qilib ko'pirtirasiz, oppoq ko'pik bo'lishi kerak. Tuxum bilan shakarimizni yaxshilab ko'pirtirib olganimizdan keyin 1 gram tuzimizni ham solamiz. Kanalimda yangi bo'lsangiz, обязательно подписаться tugmasini bosib qo'ying. Kichkina mehnatimizni qadrlaysiz degan umiddaman. Tuzimizni soldik, endi unimizni ham solib, aralashtirib, konditer qopchasiga solib olamiz. Juda ham ko'p pechenyalar bo'ladi. Kichkina mayda pechenyalar qilsangiz bo'ladi. Va konditer qopchani sal kattaroq qilib kesib olibman. Pergament qog'oz обязательно bo'lishi kerak, chunki ko'chirayotganinglarda oson ko'chadi. Shunaqa qilib dumaloqchalar chiqazib olasizlar. Mayda dumaloqchalar. Buni 150-200 gradusda 10 minutda pishib chiqadi. Juda ham tez tayyor bo'ladi. Farzandinglar maza qilib yeydi. O'zingiz ham choy bilan ichishga juda ham shirin. Pechenyalarimizni 10 daqiqada pishirib olamiz. Yoqimli ishtaha. Bu qizartirib, chiroyli qilib pishirib olamiz. Bu farzandlarimdan qolmadi. Mana ko'rishingiz mumkin. 1 yoshli qizim ham maza qilib yeyapti. Rahmat, sog' bo'linglar.